Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Men hozir sizlarga eng katta fojia bo'layotgan narsani aytmoqchiman. Bu fojialardan biri nima, o'zlaringiz qanday fikr chiqarishlaringiz o'zlaringizga bog'liq. Lekin men uni fojia deb o'ylashga fojia bo'lib bormoqda deb o'ylayman. Masalan, hozir iftorlik paytiga kimdir sidqidildan, chin yurakdan shu savob nima tariqasida iftorlik dasturxonini yozib, kazolarni, mashinasi bor, boy, badavlat insonlarni iftorlikka aytyapti. Lekin masalani bir og'irlikli tomoni ham bor. Bu shu davrada oddiy faqir insonlarni men ko'rmadim. Ko'rmaymiz ham menimcha. Lekin e'tiborli bo'lib qarayapman, hech bunaqa o'rta hol ular ham odam-ku, lekin bu maqolga endi ishonib ketaveramizmikan? Boy boyga boqar, soy soyga oqar bo'lyapti. Iftorlik ham shunday bo'ladimi deyman-da endi, menimcha. Hay maylida, lekin qilayotgan amallarimiz, tutayotgan ro'zalarimiz hammamizdek ham Allohning dargohida ijobat bo'lsin deyman-u. Lekin ozgina e'tiborliroq bo'lsak yaxshi bo'larmidi? Yonginamizdagi yon qo'shnimiz qanday ahvolda, qanday sharoitda yashayapti? Biron marta mahallangizda qanday inson, qanday sharoitda yashayotganini e'tiborli bo'ldilaringizmi? Shuni ham bir inobatga qo'ysalaringiz yaxshi bo'lardi lekin.